Say hello to the camera. Hello, motherfucker. Familiar Assalomu sizlar bilan yana Snake PUBG va bugun videomizda sizlar bilan 150 milli va 250 milli akkauntlarni obzor qilib chiqamiz. Video boshlanmasidan oldin videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qanaqa video boshlandi. Mana 150 milli akkauntga ham kirib oldik. Mana bu 150 milli akkaunt bo'ladi. Akkauntga ko'radigan bo'lsak, inventarga kirib ko'ramiz. Inventarda shu ikkita mifik bor ekan va boshqa mifiklar faqat erpiniki ekan. Passiya tushadigan bo'lsak, Danny va oddiy va mana bu futbolli set bor ekan va tagida yana bitta futbolli set bor ekan. Kaskalarga keladigan bo'lsa, shu kaska bor ekan. Mashkinga juda ham mos tushadigan kaska. Yana yonida kaska bor ekan, mana bu bunaqa kaska. Mana bu kaska ham lekin mashq kiyimga juda ham mos tushar ekan. Bu kallaga keladigan bo'lsa, shu kalla Subhana kallasi bor ekan va oddiy bu yoqda ochkilar, shunchaki ochkilar bor ekan. Kiyimlarga keladigan bo'lsa, mana bu oldiy kiyim bor ekan. Bu oldiy setda uncha odamda yo'q, faqat kamyob set bu ham. Pastga tushadigan bo'lsa, mana bu Arabic seti bor va mana bunaqa oldiy setlar bor. Sumkalar esa erpiniki faqat. Pastga keladigan bo'lsa shu va ananas setini pasti bor. Va krossovkalar juda oddiy krossovkalar. Bu anaqa keladigan bo'lsa AVM bugun tushirib olganman buni. Birinchi kezda video olganman, videosi 7-dan chiqadi. Bu yerda AKM M16 Skarel M96 Graza. Bu yerda AVM bor. Bu AVM videosi yaqinda chiqaraman. Birinchi 120 tadan oshayotganman. Pastga ko'radigan bo'lsa Win 94 bor ekan. Win 94 VSS'ga bor ekan, Mini'ga bor ekan, Kubo'ga bor ekan, M12'ga bor ekan. Bu yerda esa UMP'ga, Victor'ga, Thompson'ga, Bison'ga bor ekan. Bu yerda Budravashkaga, mana bunga va bunga bor ekan. M249 va DP'ga bor ekan. Pistoletlar keladigan bo'lsa, shu pistoletga, bu pistoletga va ikkitalik pistoletga bor ekan. Bu yerda Skaravarotkaga bor ekan va boshqalardan mana bu kamonga bor ekan. Mashinaga keladigan bo'lsa, UAZga ikkita bor ekan. Va bu mashinaga bor ekan va boshqalardan aeroplanga bor ekan. Emotsiyaga keladigan bo'lsa, bu emotsiya. Mifida emotsiyasi yomon zo'r emotsiya va u yoqqa oddiy erpiniki va epicki anaqalar. Parashyutlar esa shu parashyutlar, samolyotlar faqat erpiniki. Bombalar esa bu bomba. Mana bular bor. Fon esa oddiy vaqtga, invertorda esa 3 ta katta material, 2 ta mifi anaqaniki va pastga tushadigan bo'lsa 7 ta kichkina material va 200 bundan 34 ta va yonida 231 ta 19 ta yig'adigan bo'lsa, normalniy dachaga mashina skin olsa bo'ladi. Pastga tushadigan bo'lsa, populyarnilar juda ko'p. Ko'rishingiz mumkin, juda ko'p populyarnilar bor. Serbo ham 5200 tacha bor. Bemalol yana premium case to'plasa bo'ladi. 4 sezon erp solingan. Bu sezon ham erp solingan. Level 41, arena level 23, Galaxy 30, 13 ta wifi bor, 4 ta package bor. Erpiniki bilan 5 ta bo'ladi packagesi. Buni ham jicha ko'tasi erpiniki bilan 5 ta bo'ladi packagega. Packagega ko'radigan bo'lsak, VSS'ga bor, va ikkitalik qurolga bor, Skarga bor va AVM'ga bor. AVMni ham 2-3 qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. 2 qilib qo'ysa bo'ladi. Keyin yana bitta material topadigan bo'lsa, pashti. Ashunda 3 bo'ladi.
narsalari bor. Buni ham bemalol narsalarni qo'yib o'ynasa bo'laveradi. Xullas shu akkauntimiz bo'ldi. Bu akkauntimiz narxi 150 ming. Buni kimdir olmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bemalol olsa bo'ladi. Narxi 150 ming. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Qani bo'lsam keyingi akkauntimizga o'tamiz. Mana keyingi akkaunt ham o'tib oldik. Mana bu keyingi akkauntimiz bo'ladi. Bu 250 minglik akkauntimiz. Inventarga kiradigan bo'lsak, shu ikkita mifik bor ekan va boshqa erpin mifiklari va pastga tushadigan bo'lsa legendarniy va oddiy skinlar bor ekan. Va mana bu skin bor ekan, juda ham oldiy skin. Va pastga tushsa mana bu futbolni set. Va kaskalar esa mana bu kaskalar bor ekan. Kaskalar endi boshlarga keladigan bo'lsa mana bu ikkita bosh bor ekan. Mana yonida ham mana bu bosh ekan, mana bu ham bor ekan oltinli. Va mana bu bor ekan. Pastga tushadigan bo'lsa u yoqqa oddiy ochkilarda mana bu ochki va mana bu ko'z bor ekan, oldiy ko'z. Buni ko'p odam biladi. Bu mana vashshi zo'r ko'z bor ekan. Va bu maskalarda mana bu maska bor ekan. Va bu yoqqa oddiy maskalar. Kiyimlar keladigan bo'lsa mana bu kiyim bor ekan, oldiy kiyim. Va bu yoqqa mana bu kiyimlar bor ekan. Bu yoqqa oddiy kiyimlar ekan. Sumkalar keladigan bo'lsa mana bu mifi sumka bor ekan. Mifi sumka. U yoqqa legendarniy mana bu mifi sumka bor ekan. Va ishtonlar keladigan bo'lsa mana bu ishton bor ekan. Va bu yoqqa oddiy va mana krossovkalar keladigan bo'lsa ananasniki bor ekan. Ananas krossovkasi bor ekan. Va qurollar keladigan bo'lsa akimga, Imonotatorga, Skarga, To'zinortiga, AUK, KBSga, M762ga mana bu qurollarga bor ekan. Serverlardan esa Karakka, M24ga, ko'pgina skin bor ekan, AVMga, Win94ga bor ekan. Bu yerdan esa SKSga, VSSga, Mini4ga, SLRga, Kubuga bor ekan. Bu yerdan esa Uzi'ga, juda ham ko'p skin, UMP'ga, Victorga, Thompsonga, Bizonga, Mokrolga va P90ga bor ekan. Sochmalardan bunga va bunga S12ga, DBSga bor ekan. Bu yerdan esa M249ga va MG3ga bor ekan. Bu pistoletlardan mana bu pistoletda Scorpionga va ikkitalik qurolga bor ekan. Machetega bor ekan va bunga bor ekan. Skaravorkalarga ham bor ekan, Skaravorka ham 4 ta. O'sha keladigan bo'lsa sedanga bor ekan. Buni Dacia bor ekan. Mototsikllardan esa bu mototsikl va mana bu mototsikl bor ekan. Bagilar keladigan bo'lsa 4 ta bagi skin bor ekan va mana unga skin bor ekan. Qayiqlar esa bitta va boshqalardan mana bu avtobusga skin bor ekan. Emulsiyalarga keladigan bo'lsa mana bu emulsiyalar bor ekan. Oldiy emulsiyalar va boshqa emulsiyalar erpiniki ekan, ko'piniki. Bu yoqqa faqat erpiniki. Va mana bu bitta ochilsa mana shuni ham ko'rsatib qo'yamiz. Parashyutlar keladigan bo'lsa mana bu parashyutlar juda ham ko'p parashyutlar. Mana bu 6 ta samolyotga skin bor ekan. Bombalarga mana bu anaqalarga bor ekan. Fon esa vaqtga fon ekan. Inverter keladigan bo'lsa bitta mifi anaqaniki bor ekan, ikkita bundan. Bitta kichkina material bor ekan va bu yog'i popularliklar juda ham ko'p ekan. Popularlik. Ko'rishinglar mumkin, juda ham popularlik ko'p ekan. Kuchaytirilgan qurolga keladigan bo'lsak, ikkitalik qurol va bunga pichoqqa Uzi kilchat,
SLR kilchat, Bizon kilchat, Korea kilchat va M24 kilchat ekan. Endi esa nariyoqqa o'tadigan bo'lsak, ikkinchi slot ochilgan ekan bu yerda ko'rishimiz mumkin. RP'lar esa A15, A12, A10, A9, A8, A7 olingan ekan. Level 63, 49 arenaniki, 42 Galaxy ekan, 29 ta Mythic, 8 ta Prakachka, 3 ta legendarnimi shaq ekan. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu 250 milliy akkauntimiz bo'ladi. Buni olmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizga o'tib turib, yozsanglar 250 mingga beraveramiz. Mana do'stlar, videoni ham tugatib oldik. Akkauntlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, Telegram kanalimizga yozib turib olsanglar bo'ladi. Videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.